To'g'mam, qanday jigit o'san u? 10 soatdan beri qiz bolani kuttiryapman. Hech kim kelgan yo'q вообще. Если kelsa kelsin, kelmaydigan bo'lsa men kutmayman. Salom. Shahnoz opaning qizlari siz bo'lasizmi? Salim. Ya men. Ahad degan jigit siz qo'y. Siz hali o'zbek emasmisiz? Ya казашка. Yaxshi. Demak, oilada janjal bo'lmas ekanda. Al. Yaxshimisiz deyman? Men yaxshiman, biroq gul qayda? Podarka qayda? Kezisiga olsa kelaman-ya. Qanaqa gul? Qanaqa podarka? Har bitta uchrashuvga chiqqan qizimga gul bilan podarka tashirsam, oilamni kim boqadi? Biz hali siz bilan oila quramizmi, yo'qmi? Nima degan qizlarga uni doshchi bilmaydi. Ozgina bo'lsa hamchi qozoqchani yaxshi bilaman, xo'p. Hop, qizlarga gul yoqar ekan. Bolalarga ovqat yoqadi. Qani qozoqcha 5 barmoq. Точно adam bo'lmaydi. Xolos. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Yuring nariroqda gummaxona bor, o'tirib gaplashib olamiz. Gummaxona deyman, gumma. Jigitim, o'sha yerda restoran bor. Sol joyga kiramiz. Yana rasxotmi? Tushunmadim. Yuring, mayli deyman. Jur. Ey xudo, o'zing sabr ber. O'tiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kimsiz? Yeyishga nimalar bor? Iskandar kabob, karniyaraq, cho'p shish. Sizga nima aytay? Menga hech narsa kerak emas. Diyetami? Xo'sh. Menga bundan bera qoling. Xabar. Rahmat. Nima? O'zingiz hech narsa yemayman dedingiz-ku? Skepslar. Siron, turetskiy. Rahmat. Boshqa hech narsa kerak emasmi? Yo'q. O'zingizchi? Shuni qanday ovqat? Rahmat. Meni ham, siz ham uydagilaringiz rozi. Ko'rinishingizdan siz ham roziga o'xshaysiz. Xullas, to'ydan keyin chiqerda ishlamaysiz. Men o'zim boqaman. Ikkinchidan, haligi mahrga gelik so'raydigan qizlardan emasmisiz? So'rasam-chi? Birinchidan, bizda qozoqlarda qalin mol beriladi. Normal summada to'laydigan bo'lsangiz, mumkin o'ylab ko'rayotgan sharingiz. Al ikkinchidan, kim aytdi meni sizga rozi deb? Shunaqa deng. Ketamizmi? Ya ketik. Yemabsiz-da ovqatingizni. Rahmat, jimim. Ofitsiant. Saboyga idish berib Saboy? Zачем надо? Yotib qo'y na yerda restoranda o'tirmiz. Kerak emas. Yaxshi qiz. Men bu ovqatlarni ishlab topgan pulimga sotib olyapman. Uyalayotgan bo'lsangiz, chiqib ketavering. Orqangizdan olib chiqib boraman. To'xtang. To'xtang endi. Buni sizga olgandim. Uyingizga olib borib yeysiz. To'g'ri tushuning. Men ko'chaga pulni sochadigan bola emasman. Sadaqa qiling. Sadaqa qiling. Ranjimasangiz tomoqni so'g'atdan qo'yib bersak bo'ladimi? Mayli. Salomatsiz ber. Sizni tomoqni jeb olamiz, ya? Nada bor. Sizga ko'mak kerak o'zingiz. Mening tilimda tushunmaysiz, biroq o'zi sizga ma'qulmi? Jeb olamiz. Yuring ketdi, uyingizga kuzatib qo'yaman. Ketmaymiz sen mashinangda. Nega yana? O'zi endi ko'chib keldik. Sosedlarning to'ylamasin. Nimada ketasiz unda? Bilmayman nega ketdi. Nega ketdi, so'da ketdim. Jumsim bo'lmasin nega.
Yaxshi yetvoying. Berolganing mana yuragimga bu darddalam chiroyingga aldanib man qo'shlari qaram o'zga bilanligingni eslasam titrar tanam bugun hamrohim yolg'izlik va qorong'u xonam erkaniklaring oshib ketsa ham kechagirada shunchaki jim kuzatib turar edim naridan ishonardim bir kun kelib o'zgarasan deb baribir men uchun yurakdan sevasan deb Donam yuragimda eding yagonam atrofimda eding parvona bugun esa bo'lding begona Stop. Qolganini o'zim chetib olaman. Mayli, ko'rishguncha. Biz точно qaytib ko'rishmaymiz. Meni ham ko'zim uchib turgani yo'q, maylimi? O'zi qaysar bo'lsa ham. Yaxshi qiz ekan lekin. Bo'ldi qizim. Kishim demey kirib ketding. Kezdesuv qalay bo'ldi? Jigit sаған unadimi? Сөйлескенде telefon jiyistirib o'tib, Mam, aytdim qo'y, men baribir bu yil turmushga chiqmayman deb. O'zimni barimcha jomon ko'rsatib qoldim. Ular qaytib kelmaydi. ya'ni Menga вообще unagan yo'q. U mening odamim emas. Qiz bolani hurmatlaydi bilmaydi. Biroq menga tega emas. Jmot. nega olay deysin qizim? Birovning жақсы balasini unday deme. Taboy. Olib ketadi әрине. Оның tauған ақшасы, алуға ақысы бар. Onday deme. Sen o'zingga unamagan bo'lsa ma'qul, biroq buni ajing tauған, ajingning tuğusqandari edi bular. Жақсы семья edi. Саған unamadimi? Baribir bu yildan qamaysin. Baribir o'sha yili kuyovga beramiz seni. Саған тура kelетін jigit topib qo'ydik. Tag o'zbek pa? Ұлттың жаманы болмайды. Самый главный адам болсын, қызым. Олай деме, кездесуге шығасын болды. Ey, ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Ha? Urib ketganimda nima bo'lardi? Shahnoz opang qizing? Erta baydamaysan mashinani. Ko'zingga qaramaysanmi? Ravani sotib olgansinmi? O'zing-ku telefonda gaplashib kelyapsan. Yo nima? Men bilan uchrashish uchun ataylab qildingmi? Tuppoysinmi sen? Ataylab qilgansan. Sen men kezesem deb ko'zim uchib turgan jeri yo'q. Onsizda kezesuvga ketib bora жатырмын. Qayerga? Kezesuvga? Men ham uchrashuvga ketyapman. Yaxshi. Mayli. Boraver. Tuppoy. Uchrashuv kezadimi? Uchrashuv kezadi. Selam sizga. Salom. Yaxshimisiz? Bugunni sizga oladim. Rahmat. Nafas? Men shod eshitdim yo'lingda adashib Ataymi gul tanglabsiz. Rahmat. Endi 500 ming olganimdan keyin zo'r bo'ladi-da. pinhona faryod eshitdim Selam sizga. Salom. Yaxshimisiz? Bugunni sizga oladim. Rahmat. Nafas? Ataymi gul tanglabsiz. Endi 500 ming olganimdan keyin zo'r bo'ladi-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qizimizga bering. Yo'q, men hech narsa yemayman. Bo'lmasam, shu qizimizga o'xshagan shirinidan ikkita shirinlik bering. Nimadir ichamizmi? Ya, mumkin ay soatda. Aytganini olib keling. Xo'p, bilaman. Bilasizmi? Oyim qozoq qizi bilan uchrashuvga chiqasan deganda juda ham xursand bo'lib ketdim. Sababi qozoq qizlarini juda ham yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Siz menga juda ham yoqib qoldingiz. Go'zal va latofatli ekansiz.
Yoqimli ishtaha. Bu esa sizniki. Latte. Bizga qarayotgan ofisant qani? Ha, umi? Uni mazasi bo'lmay qoldi. Mana bu tortib oling. Hozir. Uchrashishga boshqa restoran qurib ketganmi? Tushunmadim. Yaxshi o'tiribsizlar. Yana bu narsa buyurtma qilmaysizlarmi? Ustira berayka. O'zi hozir keldi-ku. Siz ham yemadik hali. Xohlasanglar, saboy qilib beraman. Ey, Hı? nima men senga saboy ko'tarib yuradigan odamga o'xshaymanmi? Uzr. Hozir shu tiydan olib kelaman. Sevgim meni ostonangda qolib ketdi. Sevgim To'xtangiz, Ahad. Maqsadda kirdingiz. Nima ishing bor? Shunga tegmoqchimisan? Shu oliftaga tegmoqchimisan? Mayli, nima ham derdik? Baxtli bo'linglar. Sabina, qayerga ketib qoldingiz? Axir bu gullarni sizga deb olganman. Menga gul kerak emas. A bo'lmasa, yuring, mashinamda borib qo'yay. Yo'q, men o'zim avtobusda ketaman. Avtobusda? Endi avtobusga chiqsam, tanishlarim ko'rsa, uyalib qolaman. Bo'lmasam, gullarni olsangiz bo'lardi. Kuzatib turar edim naridan, ishonardim bir kun kelib o'zgarasan deb. Baribir men uchun yurakdan sevasan deb. Yuragimda eding yagona, atrofimda eding parvona. Bugun esa bo'lding. Uzatib qo'ymadim. Sag'an ne? O'tir mashinaga, uyingga olib borib qo'yaman. Ne? O'tir deyman, uyingga olib borib qo'yaman, damoy. Aytdim qo'y sag'an, sening mashinangda ketdingman deb. Yana avtobusmi? Хотя бы peshkom ketaylik. Ha, Qozoq kelin serialida biz aynan mana shu qismda birga bo'lib baxtli bo'lib ketishimiz kerak edi, lekin taqdirni bizga nisbatan o'zini o'ylab qo'ygan ssenariysi bor ekan. Shuning uchun ekrandan uzoqlashmaysizlar. Qalaysan? Oo, jigitimiz romantik bo'lib ko'rsatdilar. Qozoqcha so'ylab. Harakat qilyapman. Sen qachon o'rganmoqchisan o'zbekcha? Bari o'z vaqti bilan bo'ladi. Gul yoqdimi? Qancha qaldingiz? O'g'irlab keldim sen. qildik va'dalar berib, bahorlarda lolalar terib. Aytgancha. Telefon raqamingni ber. Qachongacha seni qidirib yuraman, ha? Tasini qidirmaysiz. Boshimni ortmaga. A? Menga yozib ber. Yo'q. Yozmaysanmi? Yo'q. Oxirgi marta so'rayapman. Bilasan meni qanaqaligim? Telefonga yozib ber. Nimaga kelib baq? Xazonlarning ostida. Ya'ni bu. Yaxshi ko'rgan futbolka edi, nima qilganing bu?
Alo. Nima? Faqatgina jim kuzatib naridan ketar edim uyimga ovungandek. Qayerlarda yuribsan ey qaro qoshligim, axir mana san bilan o'tgan edi yoshligim. Tan olaman ozgina bor edi bag'ri toshligim, san bilan birga baxtli o'tgan edi bu yoshligim. Eslarmikansan sen ham menday bedor bo'lib, yonarmikansan sen ham telba bemor bo'lib, rostini ayt faqat. Sabina. Bu hasratlarim qatma-qat. Sabina, nima qilganingiz bu? Sizga kechadan beri telefon qilaman, umuman ko'tarmayapsiz. Hattoki uydagarim jo'natsam, rad javobini berib yoribsiz. Axir men sizni yoqtirib qoldim. Men sizga uylanaman. Biz birga bo'lamaymiz. Men sizni unutgan jo'qman. Renjimangiz. Hey, nimaga kota ketasan? Sen baribir meniki bo'lasan. Bugun sevgi xazonlarning Qizim, kimni izlayapsiz? Bilmaysizmi, maqan Ahad degan yigit kerak edi. Ahadning uyi shu. Ahadning onasi o'tib qoluvdi, qizim. Bir haftalar bo'lib qoldi. Shundan beri ko'chaga chiqmaydi. Bechora, o'zi bitta onasi bor edi. Kimi bo'lasiz? Men tanish edim. Sabr bersin, bandalikda. Canınız ağrıgan düşünüyorum. Anadan ayrılığı en ağır sınav. Allah'ım yüreğinizge sabır versin. Ananızın ruhunu Allah'ım peşti. Tinch qo'y meni. Yolg'iz qolishni xohlayman. Ket. Ket! Chiq mashinaga. Ne istiyorsun? Kumlar! Kumlar! Kömeklesin gençler! Ah yüreğim yanıp gitti, kuyup gitti bu sevgiden yar. Dertlerimge deva topa almadım sensiz yar. Sen beni bilmegenday, sezmegenday yüresen yar. Bir bor mani ko'zlarimga qara, hammasi ayon. Dilbaman Majnundan farqi yo'q, farqi yo'q, farqi yo'q. Jinniman sendan o'zga dardi yo'q, dardi yo'q, dardi yo'q. Yo'q, 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 sendan o'zga davo yo'q. Sen bo'lmasang yonimda, yashashimdan menga ma'no yo'q. Jim o'tir. Alo. Sabina. Ofitsiantman. Qanaqa ofitsant? Agar qizga qo'lingni uchun tekkizsang, qo'lingni sindirib, saboy qilib beraman, tushundingmi? Shunaqa zo'rmisan, Superman? Hozir lokatsiya tashiyman, tez yetib kel. Ofitsant. Nima qilganingmi? Senmisan? Qizni yaxshilikcha qo'yib yubor. Sen menga buyruq beryapsan, ha? Pulim bor deb bilgan ish qilmoqchimisan? Kam, ishingga bor. Mijozlaring kutib qoldi. Okey, bo'ldi, qiz ishim. Qiz ish shu yerda, olib keting. Bo'ldi.
Hech narsa qilmadim. Mashinaga bor. Hayda arabay. ishqingda yor kuymoqdaman diydor tilab yo'qlarmisan Maychu. Nega keldingiz mаған ket deb? Kete bermeytin bedim meni. Onamdan keyin o'zim yo'qotib qo'ydim. Kechir. Bundan keyin hech kimga seni o'g'irlatib qo'ymayman. Men seni yaxshi ko'raman. Men turmushga chiqsam, ishqingda yor kuymoqdaman diydor turgan ekan.